u darvozaboniga jarohat qilgandek ko'rsatish uchun ishora qiladi va sababini bilsangiz hayratda qolasiz. O'yin o'rtasida darvozabon yerga yiqiladi, shifokorlar keladi. O'yin bir necha soniyaga to'xtatiladi. Lekin maydon chetida bir necha o'yinchi shoshib ichishadi va ovqatlanishadi. Bu tasodifiy jarohat emas edi. Quyosh endigina botgan edi va ba'zi o'yinchilar Ramazon ro'zasida edilar. Birinchi ligada hakamlar o'yinni to'xtatib, o'yinchilarga ro'za ochishga ruxsat bermaydi. Shuning uchun jamoa yechim topdi. Darvozabon Antoni Lopes bir necha daqiqa yerda yotadi. Jamoadoshlariga shu imkoniyatni berish uchun yetarlicha vaqt. Ular ichishlari bilanoq u qaytadan turadi va o'yin odatdagidek davom etadi. Va Angliyaga qaraganda farq yanada yaqqolroq ko'rinadi. Premier Ligada hakamlar buning uchun o'yinni qisqa to'xtatishadi. Bu amaliyot ayniqsa Leicester City o'yinida mashhur bo'ldi.